Assalomu alaykum og'aynilar. Buni agar aytsam ishonmasliklaringiz mumkin. Buni shuni kim bildi, nima u? Men nazarimda o'zimizdagi kavul deb o'yladim. Kavul. Mana Tojikistonda, O'zbekistonda pishadigan kavullar deb o'yladim. Endi bu mendayin nima de konserv avashi plod kapersov debdi. Mana kapersov deydi ekanda, значит kavulda. Ko'ryapsizlar, mana shu kavul. Endi bizda kavul deydi. Qaysi yana qayerdadir nima deyishini bilmadim. Masalan, O'zbekistonda mumkin boshqacha deydi. Tojikistonda Tojik og'aynilar mumkin yana boshqacha deydi. Aynan mana shu kavul. Men buni Magnet magazinidaman. Magnet magazinidaman. Mumkin o'zim yak qanday ko'zim tushib qoldi. Shunga men ajjika qarab yurib, mana shunga ko'zim tushdi. Mana shu kavul. Buni yana qaytarib ko'rsatishga harakat qilaman buni. Kavul. Bu nima yo'lga foydasi bor ekan, shuni tushunmayman. Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringizlar, iltimos. Faqat yana bir ham bema'ni gap bo'lmasin, iltimos. Like bosib qo'yingizlar, balki bilganlar nasib qilsa kommentariyada qoldirishi mumkin nimaligini, foydasi nima bo'lgan buning. Aylantirayim, balki shu yerda sostavi ya nimasi birinta telefonim jaz zo'ramaski ko'rsatsa. Xullas shulda.